Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz O'zbekistondagi investitsiya instrument turlariga bag'ishlanadi. Ya'ni bu yerda asosiy a, riski eng minimal bo'lgan xavfsiz real investitsiya to'g'risida bilim berishga harakat qilaman. Ya'ni bularga qaysi aktivlarga, instrumentlarga investitsiya qilish joiz. Birinchisi bu oltin. Ya'ni oltin fizik ko'rinishda, metall ko'rinishda investitsiya instrumenti hisoblanadi. Qisqa muddat emas, ya'ni uzoq muddat uchun juda ham bir yaxshi instrument hisoblanadi. Ikkinchisi bu qimmatli qog'ozlar, ya'ni korxonalarning aksiyalariga ulush kiritish orqali sizlar egalik bo'lasiz. Va uchinchisi bu ko'chmas mulk hisoblanadi. Ya'ni buni oltin, qimmatli qog'ozlar va ko'chmas mulk ketma-ketligida aytib bekorga emas, chunki bularga kerak bo'ladigan mablag' ketma-ketlikda joylashgan, ya'ni oltinni olish uchun unaqa juda ham katta mablag' kerak emas. Qimmatli qog'ozlar ham shunday, ya'ni qimmatli qog'ozlar investitsiya kirishga juda ham bir kichik summadan boshlash imkoniyati bor. Ya'ni O'zbekistonni qimmatli qog'ozlar bozori ham hozirgi kunda juda ham rivojlanyapti. Ya'ni 10 ming so'mga, 5 ming so'mga yaxshi korxonalarni, fundamental juda ham kuchli korxonalarning aksiyasiga ega bo'lish mumkin. Ko'chmas mulk bo'lsa biroz qimmatroq va kapital talab qiladigan instrument hisoblanadi. Endi kelinglar bularni birma-bir sizlarga tushuntirib beraman. Keyingisi bu oltin. Ya'ni oltin klassik himoya instrumenti hisoblanadi. Oltinning fizik ko'rinishi mavjud yoki hisob raqam ko'rinishida mavjud. Hozirgi kunda ba'zi bir banklar hisob raqam ko'rinishidagi oltin depozitlarni va instrumentlarni taqdim etishyapti. Ya'ni oltinning qanday afzalliklari mavjud? Ya'ni bu inflyatsiyaga qarshi kurashuvchida instrument, global aktiv hisoblanadi. Uzoq muddatda o'z qiymatini saqlaydi. Ya'ni uzoq muddatga juda ham yaxshi hisoblanadi. Ya'ni uni ham bir qator kamchiliklari mavjud. Bu qisqa muddatda daromad bermasligi, ya'ni bu sezonность bilan bog'liq. Ya'ni o'ziga yarasha sezonности bor, narx tebranishlari bor. Shu O'zbekistonda banklarda oltin quymalarni olish mumkin, ya'ni fizik ko'rinishda, va oltin hisob raqamlar ochish mumkin. Ya'ni bu juda ham bir yaxshi bo'lgan investitsiya instrumenti hisoblanadi. Undan keyin bu qimmatli qog'ozlar, ya'ni O'zbekistondagi juda ham bir rivojlanuvchi tendensiya hisoblanadi. Hozirgi kunda ko'plab korxonalarni aksiyalari ulushlari aynan O'zbekiston fond birjasida sotilmoqda va juda ham yaxshi natijalar bermoqda. Bu yuqori daromad va shu bilan bir qatorda risk ham mavjud. Qanaqa turlari mavjud? Aksiyalar, ya'ni korxonadagi ulush, undan so'ng obligatsiyalar va davlat qimmatli qog'ozlari mavjud. Ya'ni uni afzalliklari bu yuqori daromad imkoniyati beradi. Portfel diversifikatsiya bo'ladi. To есть sizlar aksiyalardan dividend olish imkoniyatiga egasizlar hamda narx o'sishidan foyda olishinglar mumkin. Ya'ni bu juda ham zo'r investitsion instrument bo'ladi. Faqatgina bilim va tajriba talab qiladi bu instrument. Ya'ni bu yerda risk mavjud. Shuning uchun bu faol va bilimli investorlar uchun juda ham zo'r imkoniyat. O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozori. Keyingisi bu ko'chmas mulk. Nimaga aynan ko'chmas mulkka investitsion instrument sifatida berdim? Sababi bu xavfsiz hisoblangani uchun, ya'ni xavfsiz va stabil bo'lgani uchun aynan ko'chmas mulkka kiritishga qaror qildim. Barqaror aktiv bo'ladi. Bunda daromad, ya'ni ijara olish imkoniyati mavjud ko'chmas mulkdan. Kapitali oshish imkoniyati mavjud, ya'ni yil sayin. Kamchiliklar mavjud. Boshlang'ich katta kapital talab qiladi. To есть hammaga ma'lum, ko'chmas mulkning narxi baland va likvidligi oldingi bo'lgan instrumentlarga nisbatan biroz pastroq, lekin past emas, biroz pastroq. Chunki qimmatli qog'ozlarni bilasizlar, agarda u jahon bozorida yoki boshqa bozorlarda bo'lsa, juda ham tez sotiladi, ya'ni yuqori likvidlik bo'ladi. Oltinni ham yuqori likvidligi mavjud. Bankomatlar ham juda ham yuqori likvidlik. Xohlagan paytda mablag'ingizni olish imkoniyati bor. Ya'ni u omonat turlariga qarab. Ko'chmas mulkda, ya'ni buni likvidlisi biroz pastroq, ya'ni ko'chmas mulkni sotguncha bo'lgan vaqtda inobatga olib etilmoqda. Mana shu sizlarga ulashmoqchi bo'lgan O'zbekistondagi asosiy bazaviy, ya'ni riski nisbatan pastroq bo'lgan, stabil bo'lgan investitsiya instrumentlari edi.
Hammaga rahmat.